meni chaqirayotgan ovozini eshitsam-da, sakrab qochib ketaverdim. Men shoxlari bir-biriga tutashib ketgan daraxtlar o'sadigan maydonga yetib keldim. O'zimni erkin his qilardim. Mendan baxtli yo'q. U yoqdan bu yoqqa sakrab, pitirlab yugurib yurdim. Bir necha alpozdan so'ng xavf kelayotganini, o'lim yaqinlashayotganini his qildim. Bu yo'lbarslarning nidosi edi. Men qo'rqqanimdan nima qilishni bilmay qoldim. Yashirinadigan, saqlanadigan joyi yo'q. Ular menga yaqinlashmoqda. Hozir o'rab olishadi-yu, yutib yuborishadi. Birdan mehribon otamning o'gitlari esga tushdi. Xuddi o'tkir tikonli to'p kabi yuqoriga sakrayverdim. Yo'lbarslar tor-mor bo'ldi. Ulardan biri menga yaqinlashayotganida yuzi tikonlarga to'lib ketdi. Katta yo'lbars ro'paramda baqirib yubordi. Qochib qutula olmaysan. Jahl bilan men tomon otilganda katta og'ziga tikonlarim to'lib ketdi. Uning lablari va milklari qonga belandi. Og'riqdan menga tishini botira olmay og'zidan tushirib yubordi. Shu fursatdan foydalanib uyimga qochib ketishga ulgurdim. Uydagilar atrofimga yig'ilib, jarohatlarimni bog'lab, mo'l-ko'l yegulik olib kelishdi. Onajonim esa otamga shunday dedi: bu mashg'ulotlardan qochib, otasining amriga bo'ysunmay qoldi. Shuning uchun muammoga duch keldi. Otam dedi: mana bolalarim, ukangiz kattalar nasihatiga quloq solmadi. U ta'limdan bosh tortdi. Shuning uchun katta muammoga duch keldi. Agar mening so'zlarimni eshitmaganida o'lib ketgan bo'lar edi. Farzandlarim, sizlar tinch va totuv yashashingiz uchun hayot saboqlarini astoydil o'rganing. Ota rozi, Alloh rozi. Hech qaysi ota-ona bolam yomon bo'lsin demaydi. Ota-onaga azizdir bolasi, buni qadriga yetmaydi bolasi. Arab tilidan Abdurahmon Safo tarjimasi.